Har bir inson yurt rivoji uchun bir zarra ulush qo'shadi. Ammo shunday insonlar borki, ularning mehnati oddiy ko'rinsa-da, jamiyat uchun beqiyosdir. Bugun biz ana shunday oddiy, ammo ulug' ayol haqida hikoya qilamiz. Aygul Abilova ziyoli oila farzandi. Ota-onasi sharafli kasb egalari, o'qituvchilar. Bir 1969 жылы Үштөбе деген шөл зонада туылғанмын. Атам мұғалім болған, Дамила. Анам да Дамила болған. Әдебиет, тарихтан берген атам. Анам русский языктан берген, русскийдан бастауыш класстарға. Семьямызда ағайлардан 8-дамыз. Бітті сіңілім бар, бітті апам бар, қалғаны ол акаларым бар. Бір Қазақстанда. Анам şu açam, оқыңдар, жақсы бейбек институттарға түсіңдер деп жақсы тәрбие берген анам. Анам шынаqa кісі еді. Күйеуінде вообще адамның жамандығын, бәрін жақсы адам деп ойлап, бәрін құрметтеп, кішіні да, каттаны да, үлкенді да бәрін құрметтеп, сөйтіп жүретін анам еді. Атам сәл строгий еді. Атам строгий еді, сөйлейтін сөзлерін нықты сөйлеп білетін еді. Мұғалім еді, әдебиет тілінен мұғалім еді. Бәріміз жақсы институтты бітірген акаларым, апаларым, өзіміз колледжде бітіргенмін. 18 жасында Калмыкқа көшіп келдік. Бірінші мектепте оқыдық, бәріміз ветеринарный факультетіне оқыдым. Bunday oilada kitoblar ichida yaxshi tarbiya olgan qahramonimizning orzulari osmon edi. O'qib, olim bo'lish, jamiyatni o'zgartirish. Endi ол жас кезімізде өтіп кетті ғой енді бәрі. Мысалы үшін жаңағы институтқа түсіп, басқа мұғалім болып, врач болып, ондайға да болатын еді негізі. Енді соған бір туры болмағанда енді неміз ерте неге тұрмысқа шығып кеткеніміз, сөйтіп арзумыз болмай қалғанда болмады. Бәрібір осыған көндікті енді басымызға жазғаннан кейін. Yosh Aygulning oliy ta'lim olish rejasini taqdir bir chekkaga surib qo'ydi va uning hayotiga muhabbat faslini olib keldi. Не жаздың жаным саған, қарамастан кеттің сен маған, айлы түн аясында шомалып. Не жаздың жаным саған, қарамастан кеттің сен маған, айлы түн аясында шомалып. Магазинде істедім. Магазинде істеп жүрген кезімде қожайын келіп тұрды саудаға. 87-де қожайынмен көрдік бір-бірімізді. Келді, сөйтіп мені көрді. Сөйлесіп, екеуміз бірге гаплашып, сөйлесіп, сөйтіп жүрдік та. Кейін менге ашық болып қалды. Кейін алып қашып кетті. Енді далада магазинде істеп жүріп едім. Келді, жораларымен келіп, айтты, бір деді, ажаққа барып сөйлесіп келейік деді. Сөйтіп отырғызды, әкетіп қалды. Шүркөлдің көлі бар. Шүркөлдің көлі. Сияқтарға апарып, айналдырып, сосын келін үйіне алып келді. Бетташар болды, тойымыз болды. Сөйтіп келін болып түскенмін. Қуаныштымын бәріне, бақыттымын. O'sha 87-yil tanishganmiz. Keyin 88-yil turmush qurdik, kelish. Yaxshi. O'sha 88-yil
yilning oyog'ida katta o'g'limiz Maqsad dunyoga keldi. O'g'illi bo'ldik. Quvondik, nima qilib. Keyin 91-yili ikkinchi o'g'lim tug'ildi. Turmush o'rtog'im judayam yaxshi odam, xo'jayinim. O'ta yaxshi, meni hurmatlaydi, menga yaxshi ko'radi meni. Plotnik жұмыс istəydi. Stol, shkaflari ishlab beradi. Xalqqa da xizmat qilib turadi. Uylarga mebellar istab beradi. Plotnik жұмыста. Ikkita balam da plotnik. Halol mehnat bilan kun ko'rayotgan totuv oilaga atrofdagilar hurmati va havasi ham kun sayin ortib bordi. Faqat bir kamlik bor edi-da. Keyin aradan ancha o'tdi. Endi qizim yo'q, qiz kerak deb. Endi Xudoning bergani aradan 15 yil o'tgandan keyin kenja o'g'lim dunyoga keldi, Nurlan. 2006-yil. Kichkintoy o'g'lim o'qiyapti, Samarqandda o'qiyapti, Navoiyda ishlab yuribdi. Ishda o'g'limiz bor, Xudoga shukr. Qizni da orzu qilganman. Qizim bo'lganda qanday baxtli bo'ladi edim. Endi yo'q-ku. Ya, qiz bo'lganda lekin onaga mehrimda bo'ladi edi, qasimda yuradi edi. Ana menga ko'p narsa o'rgatadi edi qizim bo'lganda. Ana uni istik, buni istik, ana ayajon deb suyib turadi deydi-ku qozoqlar. Suyanishim bo'ladi edi-da, ya, qizim bo'lganda. O'ldarimda qizga jetadi, ya. Qizdan ortiq yeri yo'q, baldarimda yaxshi. Mana Xudoga shukr, qiz nemerem bor, qiz nemerem bor. Endi odanda yaxshi ko'paya bersin qiz nemerem mаған. Ko'p kelsin qizlarim, qiz nemerem. Qahramonimiz so'zlariga qarasak, oilaviy turmushi juda ravon va muammosiz o'tgandek. Nahotki 40 yil birga yashab, hech muammo chiqmagan. Ajrashaman deyishmagan, ketaman deyishmagan. Yo'qchilik, ro'zg'orda kamchiliklar bo'lmaganmi? Ya, ko'p narsani xo'jayinim mаған o'rgatgan negizi. Mening 7 yosh ulkan-ku. Mening 7 yosh ulkan. Ya, ko'p narsani o'rgatib, ko'zimda ochganda xo'jayinim mening. O'zimning ayelim to'g'risida, Aygul to'g'risida aytатын bo'lsam, buning barliq tomondan yaxshi ko'raman. Ara ayelim esebinde, ara inson esebinde. Ol adam ayırmaydı. O barliq ulkenge de kişiге de baribir hurmat izzatın qiladi. Adamgerçiligi mo'l, ishga bir qattiq söylemeydi, aytibir xizmatimni qilib beradi. Saat 6:30 turaman, so turib shay qo'yaman, tovuqlarga qarayman. Gul bo'lsa gullarga bitta suv berib qo'yaman. Keyin ko'kinaga kirib, ana-muna taqtab, xo'jayinga taqtab berib ketaman. Parkda hech kim bo'lmaydi. O'zim atroflarga qarab, yo'lkalarga, daraxtlarga qarab, o'zimiz ekkan daraxtlar endi katta bo'ladi. Yaxshi. Ishlarimda yaxshi ko'raman. O'ta yaxshi ko'raman. 21 yil bo'lyapti. So'dan beri yaxshi ko'rib, o'zim nima qilamda, qiziqaman. Gullarni ekdigan кезде gullarni yegamiz, bulaycha ajriq-bajriqlarini tozalab, suylarni qarab yuramiz, tozalig'ini. Qasimdagi yoki ayollarмен vaqt o'tgan bilmay qolamiz ya. Сөйлесіп, ne'lab, tozalab, hurmat qiladi bari. Shu Aygul opa deb bari hurmat qiladi. Rahmat kollektivga.
Jamiyat turfa odamlardan tashkil topgan. Xususan, Navoiy viloyatining Konimeh tumani o'zbek, qozoq, qoraqalpoq elatlari o'zaro hamjihatlikda tinch totuv yashayotgan respublikamizning ko'plab tumanlaridan biri. Assalomu alaykum, xolajon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat, baxtli bo'lingiz. Rahmat, sog' bo'ling. Kelinglar. Qiziqdir. Qadimgidek o'zimiz жасаймыз, жақсы, жағдайымыз жақсы, o'zimizga жақсымыз, бар нәрсеміз жеткілікті, әмсе соседтеріміз де жақсы, сондай өзбек болғанмен бәріміз бір-бірімізге барыс-келіс қыламыз, ауызбіршіліктеріміз жақсы бәріміздің, Xudoga shukr. 24 yildan beri qo'shnisi bo'lib yashab kelaman. Shu xonadonga mustaqillik ko'chasiga kelib bo'lganman. Aygul opa bilan yon qo'shni sifatida birga yashab kelmoqdamiz. Qo'shnilar bilan aloqasi ham, munosabatlari ham juda samimiy, beg'ubor. Aygul opa doimo shu hammaga bir xil e'tiborda, bir xil munosabatda bo'lib keladi. Juda samimiy inson Aygul opa. Qayg'ular kutilmaganda keladi va bizni sinaydi. Aygul opa Abilovaning ko'zini yoshlaydigan eng katta qayg'u ota-ona dog'i. 2017'de anam qaytыс болды, 2020'da atam qaytыс болды. 53-54 жасында кетті o кісілер. Ауыр дейді, ауыр дейді. Енді o кісілер ұзақта болғаннан кейін онша не қылмадым, ауыр дейді адамға. Ондай кезде сол өзімді өзім ұстаймын қатты, соседіме барамын, сол кісіден барып маслахат аламын. 75-те апа бар, үйдің қасында 75-те. О кісі сондай жақсы, сол кісіге барып дәртімді айтамын. Ақыл береді менге. 40 yıldan aşıp gitti, kiygenime 50 yıldan aşıp gitti. Yazı 75 tamamını, 20 yaşımda kiygen olsam, bir yağda 50 yılda şundan beri yaşıp geliptim de bana. Yuvaş da yaxşı, şunday yaxşı. Bizlerde ko'chamizda onday narsa yo'q. Urushish, birovga birov nima qilish, hamma bir-birini siylaydi. Bir-birini hurmat qiladi. Misol bu ko'chada hamma yoshlar. Bu yerda kattadan 85 yoshda bu kampir, 75 yoshda men, ikkovimiz. Bas qarshi bari yaxshi. Ko'rsak bir-birini hurmat qilib, shu yaxshi ko'ramizda. Bolalari ham mana uni o'sib o'tiribdi, navara ko'rib o'tiribdi. 3 ta o'g'li bor, bitta o'g'li Navoiyda o'qiyapti. Xudoga shukr, hozir xo'jayinisi bir o'g'li qo'lda, ikkovi uylandi. Yaxshi buni sharoiti. Dugonalar bormisiz, omonmisiz? Dugonalar bormisiz, omonmisiz? Jam bo'lishib, ochilib gulzormisiz, yor? Ochilib gulzormisiz, yor, yor, jon, yor? Ochilib gulzormisiz, yor, jon, yor, jon? Ish jarayonida turli holatlar bo'ladi. Ko'z o'ngimizda bir vaziyat bo'ldi. Ish qurollari tarqatilganida bir xodimga yetmay qoldi va u ranjidi. Aygul opa yoshi eng ulug'i bo'lsa-da, birinchi bo'lib hamkasbining ko'nglini ko'tarishga harakat qila boshladi. Menikini ola qol. Sen xafa bo'lma faqat, men amallarman, dedi. Aytishlaricha, bu fidoyilik opaga sut bilan kirgan. Uyda keliniga ham shunday muomalada bo'ladi. Kelinimda balam o'zi topgan. O'zi tavib, o'zi tanısib, ana dedi, o'zi qizni alaman dedi, mayli deb o'zlari tavib, keyin yaxshi ko'rib algan baldarim.
Екті келінім бар. Мұғалім болғанға сәл ол нелеу, өзін ұстап біледі, ол келінім. Немеремнің каттасы бірінші сыныпқа барады, аңғы 5-пен оқиды, жақсы. Бағлан деген немерем бар, ол бала. Одан кейін екінші Айғаным деген қызым бар, 5 жаста. Садикқа барады, кешеді мамаша, мама деп, құтты болсын деп, орденіма құтты болсын айтып жатыр. Немерем бар, 3 немерем бар. Тас Қазақстанда жақсы, өзімізге өзіміз тынышпыз. Қазақстанда апам бар. Сол кісі айтты, Айгүл деді, о деді, сен орденге ілініпсің деді, Навай облыстан деді, конвектен деді, сіз ілініпсіз деді. Я қуанарым білмеймін, нымаға вообще нема болып қалдым да енді. Қуандым, құрметімді жайына қойып, апа, сіз 22 жылдан бері істеп жатсыз. Соған сізді бір нima қылдық, орденға жаздық деп айтты. Onam orqali Oygul opa taniganman. Oygul opa juda samimiy, mehribon inson. Biza bironta bilan samimanga borganini eshitmaganman-da. Shu 10 yil nimasida tanigan bizdan bironta yo birovga qattiq gapirgan, dilini og'ritgan umuman ko'rib yo eshitmagan bizada. Bu mukofotni Oygul opa berib to'g'ri ish qildi deydi o'ylayman, chunki Oygul opa mehnat har doim mehnatda san u qilsin, bu qilsin, unaqa gap yo'q, nima ish bo'lsa qilib ketaverardi Oygul opa. Juda nima samimiy, mehribon, mehnatkash insonda Oygul opamiz. Prezident farmonida eng birinchi ism sharhingizni ko'rib va kasbi koringizni ko'rib ochig'i men ta'sirlandim. Prezidentimiz u yoqdan chiqdi, bir boshqacha bo'lamiz-da endi. Endi o'zimizda emas, quvonib, сөйтіп o'tiribmiz endi. Bir aytgan so'zlari bir yurakka tegadi, boshqa kiradi. Aytgan so'zlarning bari sonda gрамотный, ayol qizlarimizni hurmatlab, o'zini joyina qo'yib, adam kuyovini ko'tarib, hurmat qilib, bizlarni ayollarni, qizlarimizni hurmat qilib, Abilova, Aygul degan кезде joyimdan turib, borib, sonda жеңіл qildim-da endi, жеңіл, o'zimda жеңіл ұстадым-da. Sonday жақсы kişi ekan prezidentimiz. Aman bo'lsin, sağ bo'lsin prezidentimiz. Menga aytdi, qandaysiz dedi, konvektalarga salom ayting dedi. Mаған сөйтіп айтты, қолымнан aldı. Bunaqa turib, suratga tushdik. Sodan suratimiz bari yerga ketgan-ku, bez respublika bo'yicha bari chiqib ketibdi. Rahmat prezidentimizga o'sha darajaga keltirib, o'sha ordenni tag'ib mаған senib, xizmat qiladi o'z xalqimizga, o'zi deb menga berganine razımın. Minnettің арқасы өте жақсы, адам миннеттен қашпау керек. Міне осы дәрежеге келіп отырмын мен. Rahmat. Rahmat. Rahmet. Rahmat. Rahmat. Bizlarga nasib qilsin Allohim. Maydonlari qutlug' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat bersin sizlarga. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga da yig'ishti bo'lsin. Rahmat. 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 Rahmat qizlar. Rahmat. Sizlarga da Bizlar juda quvondik. Rahmat. Ogohlantirsa ayollar shunday bo'lganda quvondik. Bu hammamizniki bu. Albatta, barimizniki, hammamizniki. Rahmat. Rahmat. Sizlarga da bersin. Elvira, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. 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 Rahmat.
Sonda men odamlarimdan, xalqimdan kasbimga roziman. Konviktdagilarga ko'p salom ayting deb qo'limdan aldib aytdi ya. Konviktdagilarga ko'p salom. Ushlaylik prezident buvamiz qo'lida ushlagan qo'llarida. Shug'usti bo'lsin. Ya, shug'usti bo'lsin. Rahmat. Qahramonimizdan so'rashni istagan eng muhim savolimizni oxirida so'radik. Yana qaytib dunyoga kelsangiz, qayerda tug'ilishni istagan bo'lardingiz? Және O'zbekistonda tug'ilgan edim. O'zbekiston mening vatanim. Yaxshi ko'raman vatanimda, xalqlarimni yaxshi ko'raman. O'sha yerda tug'ildik, o'sha yerda ko'rdik. Aygul Abilova qayta O'zbekistonda tug'ilishni istashi bejiz emas. Zero inson qadri ulug'langan bu diyorda Aygul Abilovadek qahramonlar hali ko'p topiladi.